Bugungi mavzuyimizning nomi sud tibbiyoti faniga kirish va uni rivojlanish tarixi, tashkiliy va protsessual asoslari mavzusiga bag'ishlanadi. Demak, sud tibbiyoti ekspertizasi fani umummustaqil, erkin, turli daxllardan xoli bo'lgan fan bo'lib, ya'ni daxlsiz fan bo'lib, bu fanni asosiy maqsadi va vazifasi tergov-surishtiruv xodimlariga jinoyatlarni tibbiy va biologik jihatlarini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga tibbiy, huquqiy hamda pedagogik malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Sud tibbiyoti ekspertizasi fanini to'liq nomini 1690-yilda nemis olimi Iogan Bon fanga kiritgan bo'lib, uning fikricha fanning to'liq nomi sud tibbiyoti va vrach faoliyatining huquqiy asoslari deb nomlangan edi.